Hashtag yana online yaxshi o'xshash bo'ldi. Hozir men Reveal-LED qurilmasiga to'xtaladigan bo'lsam, ushbu qurilma asosan smartfonlar uchun mo'ljallangan. Smartfonlarda ajoyib original suratlarni yaratish maqsadida, lekin buning boshqa xususiyati ham bor. Aniqrog'i, yaxshiroq ko'rsatkichi, u ultrabinafsha nurlarni o'zidan chiqaradi. Mehmonxonalarga joylashishdan avval choyshablarning toza yoki yo'qligini shu qurilma orqali tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ishonch hosil qilganingizdan keyin bemalol mehmonxonaga joylashaverasiz. Bundan tashqari ultrabinafsha nurlardan foydalangan holda meduza kabi hayvonlarni ajoyib tarzda suratga tushirish mumkin yoki ulardan foydalangan holda ajoyib suratlarni hosil qilish mumkin va albatta selfilar ham bu orqali juda ham zo'r bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, Reveal-LED qurilmasini 27 AQSh dollaridan xarid qilish mumkin ekan. Navbatdagi yangilikka to'xtaladigan bo'lsak, uni Lego Education taqdim etgan va u 10 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan Spike Prime Lego konstruktordir. Avvalgi Lego konstruktorlardan farqi, oldingi Lego konstruktor asosan kattaroq yoshdagi bolajonlar uchun mo'ljallangan edi va dasturlashi biroz murakkabroq bo'lgan. Lekin aynan bunisi o'sha 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun juda ham asqot tushishi mumkin. Lego, ya'ni robototexnikani o'rganishlari uchun. Sababi dasturlash juda ham oddiy tuzilgan, konstruksiya ham oddiy va bitta robotni 45 minut, ya'ni 45 daqiqa ichida bemalol yig'ib, uni dasturlab, hattoki harakatlanadigan holatgacha yetkazish mumkin ekan. Uning ham jamlanmasida turli xil dvigatellari, motorchalari va albatta har xil datchik sensorlari bor. Bolalar o'zini yaratuvchanlik qobiliyatidan foydalanib, ajoyib konstruksiyalarni yaratishlari, ishlab chiqishlari mumkin bo'ladi. Qo'llanmasi ham taqdim etilar ekan kitobcha shaklda va ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak, RoboCup televizion musobaqasini o'tkazyapmiz hozirgi kunda va unda ham Robo futbol turnirini tashkil etganmiz. Robo futbolda kichik bolajonlar o'zlarining shu Lego konstruksiyasidan foydalanib yaratgan robotlar yordamida futbol musobaqalarini, futbol o'yinlarini o'ynashadi va umid qilamizki, kelajakda o'tkaziladigan RoboCup musobaqalarida aynan mana shu Spike Prime dan foydalanib qandaydir bir turnirlarni uyushtiramiz. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Hashtag orqali sizga taqdim etib boramiz. Hozircha shu, rahmat.